Assalomu alaykum ekatering kuzatuvchilari. Yangi variantdagi ko'mir katerimiz, aqlli kater. 60 gradusga olib chiqdi. Gradusimizni, ventilyatorimiz o'chdi. Yonish jarayoni. 150 kvadratga aqlli katerimiz bu. Undan oldingi variantimiz bu holatda bo'lardi. Bu ham 150 kvadrat, hozirgi o'rnatganimiz ham 150 kvadrat. Farqi bunkerida. Bunkerni kattaroq qildik. Oldingi katerimizga 30 kilo, 32 kilo plus minus sig'ardi. Bu katerimizni shu 50 kilodan 55-57 kilogacha sig'adigan qildik. Maqsad bitta zapravkasi bilan 24 soat yoqish, xudo xolasa. Bu katerimiz o'zi shu holatida 9 soatdan 15-16 soatga garantiya berardi. Bu katerimizni 16 soatdan 24 soatgacha garantiya berishni niyat qilib turibmiz. Hozir ispitaniyada bu. Bugun qo'ydik. Hozir 2,5 da yoqqanmiz. Endi yonish soatlarini bitta hisob kitoblarini qilib chiqib olsak, keyin agar bizni ko'nglimizdagidaqa chiqsa, xudo xolasa sotuvga chiqaramiz. Bu katerimiz hozir shu turishda 5 xonayu hammom tualetni hisoblasak 6 xona to'pli, bir xonasi o'sha hammom tualet to'pli bo'lib qolgan uylar radiator. Shu 5 xonaga qo'yilgan. Bu tomonda 2 xona bor. Bu tomonda 3 xona bor. Darvozaxonada hammom tualetda to'pli pol. Hozir shu joyimizni shu katerimiz 15 soat, 16 soat davomida isitayotgan edi. Bu katerimiz endi qanaqa isitishini ko'ramiz. Mana xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, yaxshi chiqib qolsa, buni ham sotuvga chiqaramiz shu 10-15 kunlar ichida. Bugungi sanamiz 2026-yil 31-yanvarga olyapmiz bu videomizni. Bugungi havoimiz kunduz kunga plus beryapti. Kech paytga -3 gradus beryapti. Bitta ko'ramiz endi natijasini. Duo qilib qo'yasizlar, ilohim biz o'ylagan natijani bersin. Yana ham odamlarimizga manfaatli bo'ladi. Bunimizga bir kunda 2 marta qaralardi. Bu katerimiz biz o'ylagan narsamiz bo'lsa, bir kunda 24 soatda bir marta zapravka qilib qo'yishadi. Shun bilan bu katerimiz oldiga yaqinlashmaydi. Bu katerimiz ham aqlli kater bo'ladi. Termostati, ventilyatori bo'ladi. Shu termostatdan gradusini qo'yasizlar. Necha gradusga qo'ysalaring shu gradusda o'chiradi. Shu gradusdan misol tushadigan bo'lsa, yana chiqarib bir xilda gradusda 24 soat ushlab turadi, xudo xolasa. Manzillarimiz Kirgili temir bozorida bo'ladi, Farg'ona viloyati. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar, batafsil ma'lumotlarni tushuntirib beramiz. 100 kvadratdan 350-400 kvadratgacha aqlli ko'mir katerlarimiz ham bor bizda. Xohlaganlar uchun bir xonadan 10 xonagacha gazli katerlarimiz ham bor. Garantiyalarini beramiz. Og'zaki emas, sertifikatlari bor bizda katerlarimizni. Aloqaga chiqib olasizlar, qolgan ma'lumotlarni telefonda batafsil tushuntirib beraveramiz.